Hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyo Shavkat Miromonovich, hozir soat 10:45 kechga, ya'ni 22:45, 19-iyun 6-oy 2026-yil. Va hurmatli O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari, hozirgi videoyimda, birinchi videoyimda 40-moddani gaplashdik, davom ettiraman, keyin yana boyagi so'zni davom ettiraman. Prezidentimizga qaratilgan murojaatli, kuchli so'zlarimni. Bu tuhmatsiz, yolg'onsiz. Isbot kerak bo'lsa, yuzlashaylik, men tushuntirib beraman hammasini. Agar ayb menda bo'lsa, uzr so'rayman. Ayb sizda bo'lsa, siz uzr so'raysiz. Mana Konstitutsiyamizning 34-moddasini o'qib beraman. Vatandoshlarim, vijdonli vatandoshlarim mani, vijdonsiz vatandoshlarim mani. Kimlar ko'proq vijdonsizlar? Amaldorlar, o'rin xodim, shifokorlar. Qaysi birlar ekan o'zi yaxshi biladi. Tegishli desam ham, barchasi desam ham o'zlari yaxshi biladi mani. Men bilan ro'para kelmaganlar tiqilib yotibdi O'zbekistonda, o'sha yuqori boshqarmalarda. Lekin menga ro'para kelganlar o'zlari tushunib oladi. Mana Konstitutsiyamizning 34-moddasiga e'tibor beramiz. Davlat organlari va tashkilotlari fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ularning mansabdor shaxslar, har kim o'z huquqlari hamda qonuniy manfaatlariga daxldor bo'lgan hujjatlar, qarorlar va boshqa materiallar bilan tanishtirish imkoniyatini ta'minlashi shart degan bu yerda. Yana bir marta o'qib beraman, e'tibor beramiz. Davlat organlari va tashkilotlari fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ularning mansabdor shaxslar har kimga o'z huquqlari hamda qonuniy manfaatlariga daxldor deyapti. Daxldor bo'lgan barcha, ya'ni bo'lgan hujjatlar barchasida, endi bu yerda barcha deyilmagan, hujjatlar, qarorlar va boshqa materiallar bilan tanishtirib chiqish imkoniyatini yaratib berishi, ta'minlab berishi shart degan bu yerda. Mana yaratib berish deb tushuntiryapman. Imkoniyatini ta'minlashi shart deyapti. Endi e'tibor bering. Nima uchun Chinoz Ichki ishlar boshqarmasi va jinoyat ishlar bo'yicha Chinoz tuman sudi, hozirda sobiq o'sha paytdagi sud raisi Mamarimov, Ilhommidi ismi, nega bular menga hujjatlardan nusxa bermayapti? Menga pullik talabni qo'yapti. Sud, ichki ishlar boshqarmasi esa umuman boshqa ishlar bilan shug'ullanyapti. Ya'ni murojaatlarni boshqa tomonga yo'naltiryapti. To'g'ri hal qilmayapti, oyoq osti qilyapti. Men u zapslarni hozir yaqinda qo'yaman. Bugunmi ertami qo'yaman. Chinoz ichki ishlar boshqarmasining tegishli xodimi Qodirov degani bor. Hattoki mana oldin haqortom so'z ishlatib o'tiribdi. Nima, men shunda uni haqortom so'zni eshitish uchun o'tiribmanmi uni kabinetida? U kabinetida nimaga bu hammani qo'yib kirdi chiqdi qilib o'tiribdi, xohlagan gapini gapirib. Nima, men unga odam emasmanmi? Meni hurmatim yo'qmi? Hamda undan guvohnomasini so'rasam, o'zini ma'lumotimni noto'g'ri yozsangiz, men ustingizga jalb qilaman degan uchun. Ammo bering unda guvohnoma etsam, berishdan bosh tortib, qasddan menga har xil qo'pol muomala qilyapti. Buni xabar topgan Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasiga qarashli Yangiyo'l tumanida Gulbahor hududidagi joylashgan 4-mintaqaviy muvofiqlashtirish deydimi, o'sha boshqarma boshlig'i va tegishli xodimlari, Chinoz ichki ishlar sobiq boshlig'i va hozirgi boshlig'i barcha xodimlarni himoya qilyapti hozir. Mana bu yerda tanishtirib chiqish shartligi tushuntirilgan. Tanishib chiqish xolasa, nusxa olib uyda o'tirib tanishib chiqish mumkin. Обязательно u yerda militsiya xodimlarini vaqtini olib, u yoqda siqilib o'qib, odamlarga chalg'ib o'qib o'tirguncha uyga kelib bafurja, hech qanaqa shovqin suronsiz, birovga chalg'imasdan har bir so'ziga, har bir harfiga, nuqta virguliga urg'u e'tibor berib, nazar solib o'qish imkoniyatini yaratib berish kerak emasmi? Buning uchun yana qadalamiz, yana ro'para kelamiz. Ichki ishlar vazirining 2-sonli buyrug'i mana Konstitutsiyamizning 34-moddasiga qarshi chiqarilgan, men murojaat qilgan paytda mana shu modda buzilyapti ichki ishlar vaziri tomonidan.
Shaxsan Ichki ishlar vaziri va Chinoz tuman Ichki ishlar boshqarmasi. Qo'shib qo'ya qolay, bu ham bulardan kam emas. Chilonzor tuman Ichki ishlar boshqarmasi, Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi, Toshkent viloyat Ichki ishlar boshqarmasi. Вообще-то mana militsiyalar hammasi. Militsiya xodimlari hammasi. Bular nima ishlar bilan shug'ullanyapti? Konstitutsiyamizning 40-34-moddasiga qarshi yaratilgan Ichki ishlar vazirining o'sha buyrug'ini ko'tarib, mana bizning qurolimiz, biz bundan ayrilish xohlamaymiz. Biz bundan ayrilsak, agar qamalib ketamiz. Chunki Rustem Murat Isbekovich hozir juda ko'p ichki ishlar xodimlarini, jinoyatchilarni yig'di qo'liga. O'sha tarqatib ham qo'ydi u yoq-bu yoq Qozog'istonga, O'zbekistonga. Bu hamma harakatini qilib qo'ydi o'sha. Biz qamalib ketamiz deb o'ylayapti hammasi. Buni ichki ishlar vaziri bilib o'tiribdi nima bo'layotganligini. Hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, men maynavachchilik qilish uchun, tuhmat, yolg'on gapirish uchun yoki bir qanaqadir beparasotlik qilish uchun men murojaat qilmayapman sizga. Siz yangilangan konstitutsiya asosida mana qo'limdagi dalillarni taqdim qilmoqchiman sizga, prezidentga. Ko'chadagi oddiy bir fuqaroga emas. Siz prezidentsiz. Hurmatli O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari, vijdonli vatandoshlarim meni, vijdonsiz vatandoshlarim meni. Vijdonlilarni men qattiq hurmat qilaman yurakdan. Vijdonsizlarni bor yo'g'i konstitutsiyamiz 60 moddasiga amal qilmasdan emas. Sizlarga o'xshab. Sizlar amal qilmayapsizlar meni, hurmat qilmayotgan, menga to'g'ri javob qaytarib bermay, meni har tomondan oyoq osti qilayotgan, huquqimga, hurmatimga, murojaatimga, sog'lig'imga bepisandlik qilib, o'z ishiga sovuqqonlik bilan, qonunlarga sovuqqonlik bilan qarab, qasddan noto'g'ri faoliyat ko'rsatib olib kelayotgan tegishli boshqarmalar. Sizlarga vijdonli vatandoshlarim ko'proq eshitingizlar. Men kabi xo'rlanib mazlum bo'lib kelayotgan fuqarolar. Telefon raqami orqali qo'ng'iroq qilib bog'laningizlar. Biz juda ko'p masalani oydinlashtiraylik. Ras amaldorlar, o'r xodimlar birlashib bizni xo'rlashga kirishdimi? Bizlar birlashib o'shalarni o'zlarining qo'llariga xatni beraylik qani. Bular yana nima ish qiladi? Nega? Bu maynavotchilikni bular yakunlamaydi bu ketishda. Korrupsiya ham yakunlamaydi bu ketishda. Xalq birlashishi kerak. Xalq birlashganda qo'liga qurol olib, tosh olib, u bo'lmaydi. U umuman bo'lmaydi. U shariatga, qonunga, vijdonga, mantiqqa zid bo'ladi. Hammamiz ko'tarilishimiz kerak. Yozma tarzda, qonuniy shaklda. Agar Allohga ishonib, bir boshqa bir o'lim kelishini tushunib, birgalikda yozadigan bo'lsak, Konstitutsiyamizning 40-moddasiga asoslangan holatda va 34-moddasi bundan mustasno emas, birgalikda 40-34-modda asosida birlashib xat yozaylik. Hurmatli, siz O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, sizga. Yo'q, men qabul qilmayman sizlar murojaatingizni desangiz, bizni xalqaro miqyosga chiqaylik unda. Nega? Bu konstitutsiyamizda ko'rsatilgan xalqaro miqyosdagi normativlarni ham yozib qo'ygansizlar. Buni yozsangiz, yozmasangiz bizni haqqimiz bor. Xalqaro miqyosga chiqishga huquqimiz bor. Biz qulchilik davrida emasmiz, demokratiya davridamiz. Garchi bu maynavotchilik so'z bo'lsa ham, bu maynavotchilik davr bo'lsa ham, bu maynavotchilik ishlaringiz bo'lsa ham. Eng muhimi, men hammasini o'ylaymanki, to'g'ri tushuntiryapman. Meni dushman deb bilib, menga qanaqadir hujum qilish xohlaganlar bo'lsa, marhamat, o'ldirib yubormaysizlarmi? Lekin bir marta o'lim keladi boshimga, 2 marta kelmaydi. Lekin sizlarni qanchalik jinoyatga qo'l ursalaringiz, oxir oqibat udan 5 battarga duchor bo'lasizlar. Yo o'zim orqali, yo boshqalar orqali. Men hammasiga chidab kelyapman. Faqat menga shunaqa urushlar, ezishlar, qiynashlar yoki meni o'ldirishlar bo'lsa, ana shunda men o'sha boshqa insonga aylanaman. Ana shunda boshqa inlangan. Hozircha meni bironta bir organ xodimi, amaldor, shifokor urgan yo'q, lekin bittasi qog'oz bilan to'satdan urib qo'ygan bo'lmasa, mayli, men erkakman. O qog'ozda tushunaman, lekin qo'li bilan hali hech kim urgan yo'q. Qiynagan yo'q meni. Lekin men bir narsani aytib qo'yay. Hamma narsaning chegarasi bo'ladi. Insonni toqati ham Allohchalik cheksiz emas.
insonligi chegarali. Sizlarni bu qonunga, shariatga, vijdonga, mantiqqa zid harakat qilish ila mani huquqimni, hurmatim, murjatimni, sog'lig'im oyoq osti qilishlaringiz, mani tajriba quyoni qilib, ruhim sog'lom bo'lsam-da ruhiy kasal azobli qo'l-dorilarni solib, mani shu tarzda, shu yo'nalishda hayotimga, sog'lig'imga suiqasd qilishlaringiz fitna, bo'xton, tuhmat bilan tergov ish materiallari, ma'muriy ish materiallari hamda sud qarorlari, sud ajrimlari, tuhmat ruhiy kasal hujjatlarini menga nisbatan to'ldirib, yig'ib, bemalol lavozimda o'tirib, man yozib tashlayman, tiqib tashlayman. Ana Qo'ziboyev Bahrom Bahadirovich, sobiq ichki ishlar Chinoz tuman IIB boshlig'i aytganga o'xshab, men seni hali yo'q qilaman deganiga o'xshab, hammalaringiz o'zlaringizni juda katta olasizlar. Lekin Allohdan hech kim ustun emas. Alloh hammalaringizni ko'rib turibdi. Qolaversa, men endi bu ishlarni adolatli tarzda to'g'ri hal qilmasdan to'xtamayman. Nega? Birinchidan men bu nomoqlash yo'lida kurashib kelyapib, shu narsadan guvoh bo'lyapman. Meni huquqimga qarshi ichki ishlar vazirligi 2 sonli byuroda chiqargandan tashqari, har eshikka borsam ish materiallarini nusxalay desam pul, bir narsani so'ray desam, bir yordam so'ray desam pul, lekin ulardan yordam so'rasam, ular pul bermaydi. Mana Chinoz tuman hokimiga Solib Sherzod Abduhakimovichga. Hali bu haqida o'tamiz hali. Oddiy qilib gapira qoling hozircha. Gap ko'payib ketadi-da, уже 11 minut bo'libdi, 12 minut bo'lyapti. Tuman hokimiga, bu hokim janoblariga qo'ng'iroq qilib, yordam pul so'raydi bir masala bo'yicha. Bo'ldi, muammo yo'q. Yo'qqa chiqariladi. Mani tuhmat bilan ruhiy kasalga chiqarib qo'ygansizlar-da. Lekin men shu tomonimni olmasdan, yordam so'rasam bu tomondan bermasdan xohlagan ishlaringizni qilasizlar. Hozirmi bilasizlarmi? Mayli, buni aytgan foydasi yo'q baribir. Eng muhim bitta narsani aytmoqchiman. Nega hech kim qonunga bo'ysunmayapti? Hurmatli O'zbekiston Respublikasining fuqarolari, menga o'xshab qiynalgan, xo'rlangan, qayroq yegan pichoqdek o'sha tayyor bo'lgan fuqarolar ko'proq yaxshiroq bo'ladi. Garchi qonunni bilmagan fuqarolar ham iltimos menga telefon qilingizlar. Bir aqllashib, bir vijdoniy yo'lda, to'g'ri maqsadda, Alloh roziligi uchun, nomuzoqlash uchun, mana shu xalqimiz uchun, vatanimiz uchun bizlar birlashib yurtboshimiz janob Mirzo Shavkat Miromonovga murojaat qilaylik. Telefon raqamim 99lik, ya'ni boshdan aytib tushuntirib, +99 899 360 8018. Telefon qilingizlarda juda ko'p narsalarni men ko'rsatib tushuntirib beraman. Men qonunlarni bilmasdim, lekin yaxshi o'rgandim hozir. Nega? Men o'zim uchun o'zim kurashmasam, mana o'zing uchun o'laytim deydi-ku. Hamma o'zi uchun o'zi yugurmasa, bu amaldorlar, o'rinxon shifokorlar bir tiyin ekan. Men o'sha hammasini o'rganib bo'ldim. Meni huquqiy murojaatim bo'yicha xo'rlanishim hamda mana shu Chinoz больницasiga kelib yotgandagi davolanishlarim hamda ruhan sog'lom holimda ruhiy kasal deb raqamot davolashlari, har bir zanaga kirdim, har bir sharoitda bo'ldim, har bir vaziyatda ko'rdim. Miya sxemalarni olib qoldi o'sha miya. Sxema, vaziyat, qonun, adolatsizlik, nohaqlik hammasini o'sha miya saqlab qoldi. Fleshka, disklar saqlab qoldi. Hammasini endi qonuniy hal qilishdan boshqa chora yo'q hozircha. Agarki menga qanaqadir jiddiy hujum bo'lsa, unda men bilmadim, ko'ramiz yog'ini. Chunki men qonunda ham, shariatda ham, vijdonda ham, mantiqda ham to'g'ri aytib qo'yilgan. Agar kimdir hayotingizga, sog'lig'ingizga suiqasd qilmoqchi bo'lsa, o'zing himoya qil degan. Agar menga shunaqa hujum boshlansa, o'sha men tushundim. Men nima qilish kerakligini kerak bo'lsa yoshligimdan tushunganman. Bu narsalarni men yoshligimdan men rasmda chizganda, rasmlarimda juda ko'p narsalar yoritilgan. Eng muhimi, tushunsam, men o'ylab qarasam, har bir inson bu dunyoga bekorga kelmaydi. Har bir insonda o'zini taqdiri bor, vazifasi, burchi bor, Alloh ko'rsatgan. Lekin bu dunyoda lavozim bilan to'g'ri ishlamayotganlarga qarshi yurishimizga to'g'ri keladi endi. Ular bizlarni har tomonlama oyoq osti qilmoqda. Bu haqiqatni isbotlashga men bilan televideniyada, to'g'ridan-to'g'ri efirda gaplashingizlar qanimaslarni asl basharlaringizni fosh qilaman. Menda yetarli dalillar bor. Juda ko'p. Baralla gapirishim sababi yetadi hozir endi dalillarim.